Tugayiz babam? Tugadimi? Saniki bo'ldimi? Bo'ldi, qolganini tugatib qo'ydim. Muhammad Abmon Umar. Va bugun Xudo xolasa sizlar bilan o'sha har doim yildizdan chiqarishga qiynalgan ifodalar bor. Nuqul mana shunaqa narsalarni o'tsam, qiynalib chiqarolmaysizlar. O'shani bugun to'ldirib ketamiz. Tushundinglar? Yildiz nima chiqardim men bundan? Umar. Yildiz osti 7 minus 4 yildiz osti 3. Buni formulasi bor-a? O'zbekiston chiqib, mana qaranglar. Xo'p. Tasavvur qilinglar. Misol uchun bizga berilgan bo'lsin. 2 minus yildiz osti 3. Shuni kvadratga oshiraman. Yaxshilab qarab turamiz. Yaxshi ko'ryaptimi? Xohlasang oldinroqqa kel. 2 minus yildiz osti 3 kvadrat. A minus b ni qovusli kvadrati bo'yicha otsam bo'ladimi? Yozaman mana. A minus b ni qovusli kvadrati nima edi? A kvadrat plus tushunarli, a? Xuddi shu formulaga qo'yib ochaman. Ketdi boshladi. 2 ni kvadrati 4 minus 2 ko'paygan 2 yildiz osti 3 va plus yildiz osti 3 ning nimasi? Tushundinglar? Soddalashtiramiz. 4 2 kere 2 4 yildiz osti 3 plus necha bo'ladi? Chunki mana kvadrat bilan yildiz nima qilardi? 4 ga 3 qo'shsam e'tibor bersanglar, qaranglar, mana bu ifoda kelib chiqyaptimi? Xulosa, mana qaranglar, yaxshilab e'tibor beringlar. Mana formulamizda mana boshi bilan oxirini qaysini o'rnida turibdi? A kvadrat bilan b kvadrat o'rnida, to'g'rimi? Demak, a kvadrat plus b kvadrat har doim nimaga teng bo'lar ekan? Birinchi songa ikkilanganicha 2ab. Ikkinchi songa, ya'ni 4 yildiz osti nechiga? 3 ga. Qaytaraman mana. 4 ga 3 qo'shsam 7 bo'lib qoldimi? Bu degani mana bu a kvadrat plus b kvadrat alohida turgan songa teng. Ikkilangani nimaga teng? Ikkilangani 4 yildiz osti 3 ga, ya'ni ildizli ifodaga. Tushundinglar? Xuddi shuni ildizga qo'llasam bo'ladimi? Ketib yozamiz, mana qaranglar. Alohida necha turibdi? 7. Bu yoqda alohida ildiz turibdi, to'g'rimi? Yozamiz. A kvadrat plus b kvadrat nimaga teng bo'lsin? 7 ga. Ikkilanganicha 4 yildiz ostida 3 ga. Mana bu 2 bilan mana bu 4 nima qiladi? AB teng bo'lib qoladi 2 yildiz osti 3 gami? Umar, tushundingmi? Muhammad Ali. Savollar bormi? Ustoz, anta minusi nima bo'ladi? Qaysi minus? Mana bumi? Bu turib turaversin, oxirida aytib o'tib ketaman. Turib turaversin, bu hozir e'tibor bermanglar. Mana bu ozgina joy qoldirsak bo'lar ekan, bo'pti. Xullas qaranglar. Biza hozir mana shu yerda A bilan B ga shunaqa son tanlashimiz kerak. Olib kelib o'rniga qo'ygan paytimiz javobimiz nima chiqishi kerak? Mana qaranglar. Mana bu 2 yildiz osti 3 degani 2 ko'paygan yildiz ostida 3 deb olsam bo'ladimi? A ni o'rniga kattasini, B ni o'rniga kichkinasini olib kelaman. Olib kelamiz. Tekshirib ko'raman. 2 ni kvadrati 4, yildiz osti 3 kvadrati 3. 4 ga 3 qo'shsam necha bo'ladi? Ha, demak, men bu tanlagan ifodalarim to'g'ri kelar ekanmi? Endi o'rtasi minus bo'lsa, bo'ldi, men topib bo'ldim buni. Yildiz osti yozaman. O'rtasi minus bo'lsa, A minus B ni qovusda nimasiga keladi? Kvadratiga. Chunki mana biz isbotlab bo'ldik уже. To'g'rimi? O'rtasi plus bo'lsa, buni ham o'rtasi nima bo'ladi? Plus. Olib kelib o'rniga qo'yaman. Barobar ko'p qo'ymanglar, chunki mana bu narsa formulaga teng bo'la olmaydi-ku. Tushundinglar? Bu boshqa narsa. A ni o'rniga necha keladi? 2. B ni o'rnigachi? Qovusda nimasi bo'ladi? Mana bu kvadrat yildiz nima qilardi? Javob 2 minus nima qolar ekan? Yildiz osti 3. Savollar bormi? Qaytaraman. Xulosa, har doim A kvadrat plus B kvadrat alohida turgan songa teng. Ikkilangani nimaga teng? Ildizli ifodaga. Tushundinglar? Muhammad Ali, tushundingmi? Hozir Umar Sanchi. Tushundinglar? Savollar yo'qmi? Beringlar. Nima savollar bor? Bo'lam. Tezlashamiz. To'liq tushunarli. Xo'p. Yana bitta yo'l bor. Yana bitta narsani aytib ketdik. Qaranglar. Men bu yerda nimaga A ga kattasini, B ga kichkinasini tanladi? Kim biladi? Yo'q. Teskarisini tanlasam bo'ladi-ku. Nimaga unaqa qilaman? O'zi men bu yerga ildiz ichiga yozamiz-ku. Ildiz qisqargan payt javob nimada chiqardi?
Moduldami? Javob modulda chiqdi degani mana qarang, mana bu yozib turinglar, mana tasavvur qiling mana. A ga misol uchun ildiz osti 3 tanlab qo'ydinglar. B ga nechini tanlab qo'ydinglar? 2 mi? Bu degani javobimiz ildiz ostida, ya'ni 3 minus 2 ning qo'shtirmasi bo'lib qolardi. To'g'rimi? Mana bular qisqaradimi? Men buni shundoq o'zini yozib qo'ysam, tasavvur qilaman. Shu narsa to'g'rimi, noto'g'rimi? Aytib bera olasizlarmi shuni to'g'ri, noto'g'riligini? Ha, ana ildiz osti 3 ta kichkinaroq son chiqadi-ku. Xo'p. To'g'rimi? To'g'ri. Ayirsak, to'ppa-to'g'ri ildizdan minusli chiqishi mumkinmi? Yo'q, ildizdan minusli chiqmaydi. O'shaning uchun kvadrat bilan ildizni qisqargan paytimiz javob nima chiqardi? Tushundinglar? O'shaning uchun endi sizlar mamutga olib kelib, modul qo'yib, ichini tekshirib o'tirmaysizlar-da. Mana mamutda tanlayotgan payt shunchaki A ga katta sonni, B ga kichkina sonni tanlasanglar, bo'ldi, oxirga kelganda modul qo'yishlar shart emas. Tekshirib o'tirishlar shart emas. Tushundinglar? Savollar bormi? Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng 7 qilgansiz. Mhm. O'sha yerda ildiz ichida plus bo'lsa, nima bo'ladi? Mana bu plus bo'lsami? Bu umuman ahamiyati yo'q, Muhammad. Mana bu plussi, bu minusga umuman ahamiyati yo'q. Nimaga? Chunki qara, mana bu yerda biz oldik mana. Qaniydi mana? A kvadrat plus b kvadrat. Ya'ni 4 ga 3 qo'shganim 7 bo'lib ketdimi? Bu degani mana a kvadrat formulada har doim mana bu joy plus bo'lsa ham, mana bu plus bo'ladi-da, baribir mana bu nima bo'ladi? Har doim a kvadrat plus b kvadrat alohida turgan songa teng. 2a nimaga teng bo'lar ekan? Ildizli ifodaga. A kvadrat plus b kvadrat alohida turgan songa teng. Ikkilangani ildizli ifodaga. Tushundinglar? Bu universal usul, mana shuni o'rganinglar. Savollar bormi? Demak, ifodani tanlash kerak. Tanlab olasizlar. Hozir yana ham chuqurlashtiramiz. Ular qaranglar. Yana bitta yo'li bor. O'zi 3 ta yo'li bor. Birinchi yo'li mana javobda mana bu narsa beriladi bizga. Tasavvur qilib, bu yo'l esingizdan chiqib ketdi. Javobda mana bu narsa beriladimi? Bu degani ildiz bo'lgan, demak bu narsa ildizdan chiqarildi-ku hozir. To'g'rimi? Javobdan ketish yo'li berilgan javoblarni nima qilish kerak? Kvadratga ko'tarib chiqish kerak. O'shanda kvadratga oshirgan paytimiz mana nima chiqar ekan? 7 minus 4 ildiz osti 3. Bu birinchi yo'li, javobdan ketish. Faqat unda ham e'tiborli bo'linglar. Agar birinchi ildiz osti 3 keyin minus 2 turgan bo'lsa, ildiz osti 3 minus 2 u xato javob. Chunki ildizdan minusli son chiqmaydi. Tushundinglar? Savollar bormi? Endi qaranglar. Ikkinchi yo'li. 70-80% ishlaydi. 7 dan 3 ayirsa necha bo'ladi? 4. 4 chiqadi, to'g'rimi? 4 dan ildiz chiqaringlar. 2. Mana bu ildiz osti 3 olib kelib oldiga yozasizlar-da. O'rtada minus bo'lsa minus, plus bo'lsa plus qo'yib qo'yasizlar, bo'ldi. Tengmi ikkalasi? To'g'ri kelyaptimi? 7 dan 3 ayiramiz. 4. 4 dan ildiz chiqaramiz. 2. Mana bu ildizni oldiga olib kelamiz-da, o'rtaga minus bo'lsa minus, plus bo'lsa plus. Tushundinglar? Savollar bormi? Umar. Xo'jalar. Qo'yinglarchi. Tushundinglar? Xullas, bo'ldi. Buni o'chirib tashlayman. Bu bizga xos kerak emas. Ketdi. Mana shu universal usulda hammasiga qo'llab ishlab ketaveramiz. Nima qilamiz? Aytinglarchi. Nimaga teng deb olamiz? Aytinglar. A kvadrat plus b kvadrat. Nimaga teng? 6 ga. 6 ga. 2a-chi? 2ab teng 2 Mana bu yerga olib kelib minus pluslarni yozib yurmanglar o'zinglarni chalg'itib. Tushundinglar? Hech qayerda minus plus ishlatganim yo'q mana. Olib kelganim yo'q. Musbat olib ketaverasizlar. Ikkilar nima qiladi? AB teng bo'lib qoladi nimaga? Ildiz ostida. Ildiz ostida 5 ta nimada bo'lsa bo'ladi? Hop, bitta o'zi turibdimi? Men shuni ildiz ostida 5 ko'paygan 1 deb yozsam, baribir javob ildiz ostida 5 o'zi bo'ladimi? O'zgarib ketmayaptimi? A ga kattasini, B ga kichkinasini. Tekshiraman. Ildiz osti 5 kvadrati. 5 1 kvadrati 5 plus 1 necha bo'ladi? 6. To'g'ri kelyaptimi? O'rtasi minus ekan. Ha, demak bu ildiz ostida 5 minus 1 ning qo'shtirmasi bo'lgan. Mana bu kvadrat minus nima qiladi? Minus 1. Tushundinglar? Savollar bormi? Endi ana usulni ishlab ko'ramiz. Ishlatinglarchi. 6 minus 5 bo'ladi, 1 bo'ladi. Xo'p, 1 bo'ladi, to'g'ri. Mana 1 chiqadi, 6 dan 5 ayirsak, faqat buni nimadan chiqarish kerak?
Baribir nima chiqadi? 1. Oldiga nima keladi? 5. Ildiz ostida 5. O'rtasida nima turibdi? Minus. Endi savol. 1 ildiz osti 5 dan kichkina-ku. To'g'rimi? Kichkina sondan katta sonni ayirsak, ishorasi minus bo'lib qolarmidi? Ildizdan minusli son chiqadimi? O'shaning uchun joyni nima qilish kerak? Turib joyni almashtirib qo'yasizlar yoki oldiga minus qo'yib yuborasizlar. Demak, bu ildiz ostida 5 minus nima bo'lar ekan? Minusga ko'paytirib olsak bo'ladi. Yo'q, minusga ko'paytira olmaysizlar, muhojir. Unaqa deb tushunma, minusga ko'paytirmaysizlar. Mana modulda o'zi javobi tasavvur qil, mana modulda chiqadi buniki. To'g'rimi? Kichkina sondan katta sonni ayirsam ishorasi nima bo'ladi? Minus bo'ladi. Minusmi? Bu degani modulli ichi minusli son bo'lib qolsa, modulni qaysi ishora bilan ochardik? Minus bilanmi? 1 minus ildiz osti nima bo'lib qoladi? 5. Minus ochib yuborsanglar, minus 1 plus ildiz osti 5 bo'lib qoladimi? Minus bilan ochganda ishorasi o'zgaradi yoki joyni almashtirsam, birinchi ildiz osti 5, keyinchi minus 1. Savollar bormi? Qiyin emasmi? Yaxshi. 42-chi misol. Qani o'zinglar harakat qilinglarchi. Misol menimcha olimpiadalarda ham tushadi. Olimpiadalarda ham tushadi. Yo'q, olimpiadaga. Endi misol ichida qisqacha mana bu joylari kelib qolishi mumkin. Misol bo'lib ichida keladi. Lekin o'zim so'ramaydi olimpiadada bunaqa oddiy misol tushunmaydi. Bu oddiy misollar bular. Tushunarli-ku? Xo'p, ketib tekshiramiz. O'sha milliy sertifikatda mana shularni birlashtirib keladi-da, bitta plus, bitta minus bitta yo ayrilgani yo qo'shilgani shunaqa savollar tushadi. Birinchi usulni ishlab qo'ydik. Keyin Ketdi o'shani qo'yib ko'ramiz, tekshiramiz. 11 dan 7 ni ayirsam. To'g'rimi? Ildiz chiqaraman. Necha chiqadi? 2. Oldiga nima keladi? O'rtasiga minus. Qaysi biri katta? 2 mi? Ildiz osti 7 mi? Ildiz osti 7 katta, to'g'ri. Kichkina sondan katta sonni ayirsa nima bo'ladi? Ishorasi minus. Demak, buni joyi nima bo'lishi kerak? Demak, javobi ildiz osti 7 minus nima chiqqan ekan? 2. ildiz ostining taqriban javobini bilish uchun nima qilamiz? Ildiz ostini? Shart emas, u ozgina formulasi bor, kichkinagina. Lekin bizga kerak emas hozir. Qo'zlashlar kerak bo'ldi. Bumi? Taqriban mana qaranglar. Qanaqa son chiqadi desam, muhojir? 4 bo'lganda 2 chiqardi. 9 bo'lganda 3 chiqardi. 2 bilan, ya'ni 2 bilan 3 orasidagi son chiqadi. 2/4 shunaqa sonlar. Tushundingmi? Demak 2 dan katta. 2/4. Shunaqa примерно. Tushunarli-ya? Savol bormi, Umar? Muhammad Ali. To'liq tushundinglar? Bunga qo'yib ishlab ko'rsak bo'ladimi? A kvadrat plus b kvadrat nimaga teng? 11 ga ikkilanganichi? 4 ildiz ostida 7 ga. To'g'rilar qisqaradimi? 2 ildiz ostida nima bo'lib qoldi? 7. O'rtasida ko'paytirish bormi? Tekshiraman. A ga kattasini, B ga kichkinasini olib ko'ramiz. Ildiz osti 7 ni kvadrati 7, 2 ni kvadrati 4. 7 ga 4 qo'shsak 11. Demak, A ga ildiz osti 7 kelar ekan, B ga 2. Demak, xulosa bu ham o'rtasi minus bo'lgani uchun ildiz ostida 7 minus 2 ning qo'shimchasi bo'lgan. Bular nima qiladi? Ildiz osti 7 minus 2. Tushunarli-ya? Savol bormi? 3 ta yo'li bor ekan. Birinchi yo'li javobdan ketish, ikkinchi yo'li mana bu 70-80% ishlagan. Lekin sizlar qaranglar, universal usulni bilinglar. Birinchi universal usul. Universal usul mana a kvadrat plus b kvadrat. Tushunarli? Mana shuni bilsanglar, xudo xolasa, muammo qolmaydi. Farqi yo'q. Mana bu ildiz ichida keladimi? Qizig'i yo'q. Hammasi mana shu ko'rinishda ishlanadi. Mana shu qolip hisoblanadi. Mana o'rgatganingiz lekin zo'r narsa. Oson, tez. Mana bumi? Yo'q, tepasi. Mana bumi? Yo'q, men o'zim birinchi mana shuni hisoblayman. Agar bu qoidaga tushmay qolsa, keyin mana bu ikkilanganiga qo'yaman. Mana xuddi shu ish qilaman. 44 ga ishlatib ko'ringlar shu qoidani. Tushadimi? Muhammad Ali ishlatib ko'rchi. Xo'sh. 16 4 bo'ladi. 4 minus 19 ni ayirsak 4 minus 3. 16, to'g'rimi? 16 nima chiqaramiz? 4 chiqadimi? Demak, bu 4 minus ildiz osti nima bo'lgan? 3. Mabodo tekshirib qo'ymoqchi bo'lsanglar, ikkalansanglar, mabodo ikkilanyapsizlar, to'g'rimi? Shu narsani kvadratga oshirib chiqinglar. 4 kvadrati minus 2 ko'paygan 4 ko'paygan ildiz ostida 3 plus ildiz osti 3 ta nimasi bo'ladi? 4 kvadrat 16 mi? Mana bu kvadrat bilan ildiz nima qiladi? 16 ga 3 qo'shsak 19 minus 8 ildiz ostida 3. Beryaptimi shu narsani qaytarib?
Tushundinglar? Qiyin emasmi? Buni taqriban tekshirish uchun Yo'q, bunda taqriban degan narsa chiqmaydi hozir. Yo, ildiz taqriban. Yo'q, mazang qochadi agar buni taqriban hisoblasang, kerak emas. Tushundingmi? Shart emas. Hisoblama bunaqa narsalarni taqriban o'qib. Mana bundan 1.73 chiqadi. To'g'rimi? 8 ga ko'paytirasan o'sha 1.73 ni. Keyin 19 ga ayirasan. Keyin u yana 10 lik kasr bo'ladimi? 10 lik kasrda yana chiqarishing kerak. Siz hech qachon taqriban chiqarib bering bir narsalar demaydi, hech qachon so'ramagan. Tushundinglar? Aytishim mumkin, ochiq savollarda o'sha milliy sertifikat ochiq savollarda javobni taqriban qaysidir songacha yaxritlang deyish mumkin. O'shanda ishlaysizlar. Tushunarli? Xo'p, tasavvur qilib formulaga tushmay qolsa nima qilamiz? Xo'p. Sizlarga mana qaranglar. 45. Ildiz ostida 9 plus 4 ildiz ostida 2. Ishlatib ko'ringlarchi. Minus 7 bo'ladi, ildiz osti 7 dan ildiz chiqadimi? Chiqmaydi. Ha, demak bu bo'ldi. Mana bu qoidaga nima qilmadi? Tushunmadi. Demak nima qilishimiz kerak? javobdan ketamiz. Ha, to'ppa-to'g'ri yo javobdan ketamiz yoki universal usul. Yozaman. A kvadrat plus b kvadrat nimaga teng? Alohida turgan songa 9 ga ikkilanganicha mana bu 2 bilan 4 nima qiladi? To'g'rimi? Savol. Buni o'rtasida nima bor? Tekshiraman. A ga 2 ni, b ga kichkinasini. 2 ni kvadrati 4. Ildiz osti 2 ni kvadrati 2. 4 ga 2 ni qo'shsam 9 chiqadimi? To'g'ri kelmayapti. Nima qilamiz? Tanlab ko'ringlarchi o'zingizlar. Javobdan ketsak bo'ladi yoki Yo'q, javobdan emas, o'zidan ishlaymiz. O'zidan ishlaymiz. Aytdim-ku universal usul har doim ishlaydi deb. Nimaga yana unaqadan ketyapsizlar javobdan? Ko'paygan bir xil ishlasa bo'ladimi? Nima qilamiz muhodal? To'ppa-to'g'ri 2 ildiz osti 2 ko'paygan nechiga? Qaysi biri katta? Mana bumi, birmi? Olib kelaman. Olib kelaman, tekshiraman. 2 ildiz osti 2 ni kvadrati. 2 ni kvadrati 4, ildiz osti 2 ni kvadrati 2. 4 ga 2 8 bo'ladimi? 1 da kvadrati 1 mi? 8 ga 1 qo'shsak 9. To'g'ri kelyaptimi? Ha, demak bu o'rtasi plus bo'lgani uchun nima bo'ladi? A plus b ni qo'shdi nimasi? Ketdi yozamiz. Bu bunga tengda xullas. O'shaning uchun strelka qo'yib qo'yganman. A ni o'rniga nima keladi? 2 ildiz ostida b ni o'rniga nima keladi? 1 mi? Qo'shdi nimasi? Kvadrati bilan ildiz nima qiladi? 2 ildiz osti 2. Tushundinglar? Savollar bormi? Qaysi biridan? Bulardan. Bunda nima qilamiz? Xo'p. Sizlarga chotki misol bor edi, kichkinagina. Ishlayapmizmi? 5 6 5 dan 6 ni ayirsak, minus 1. Ildiz chiqmaydi minus 1 dan. Nima qilish kerak buni yana? To'ppa-to'g'ri. Olib kelib qo'ysam bo'ladimi? Mana bu yerdan yozaman, maylimi? Ketdi yozamiz. A kvadrat plus b kvadrat nimaga teng? Ikkilanganicha. Tanlab beringlarchi menga. A bilan b ga son tanlab beringlar mana shu yerdan. Ko'paygan 1 qilsang, ildiz osti 6 ko'paygan 1. Ildiz osti 6 ni kvadrati 6 mi? 1 kvadrat 1. Qo'shsa 7 chiqadimi? 7 bo'lib qoladimi? A bizga necha chiqish kerak? To'g'ri kelyaptimi? Tag'in o'rtasini ayirib ketmaylik. Har doim nima bo'ladi deb o'rtasida? Plus. Tushunarli? Ildiz ostida 6 ni nima deb maydalasa bo'ladi? To'ppa-to'g'ri ildiz ostida 3 ko'paygan ildiz ostida 2. Tekshiraman. Ildiz osti 3 kvadrati 3, ildiz osti 2 ni kvadrati 2. 3 ga 2 ni qo'shsam nimani beradi? To'g'ri kelyaptimi? Tushundinglar? Savollar bormi? Qiyin emasmi? Ha, demak bu maniki ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2 ning qo'shdi nimasi ekan? Xulosa ikkalasi ham nima bo'lib qolishi mumkin? Ildiz bo'lib qolishi mumkin ekan. Kvadrat bilan bu ildiz qisqarsa javob ildiz ostida 3.
minus ildiz ostida 2. Tushundinglar? Savoli bormi? Mini sertifikatda tushgan bitta savol shundoq. Ko'rsatib ketaymi? Qaranglar. Mashina o'chiraveraymi? Xudo xolasa hozir o'sha savolni mana shu bitta savolga tayyorsizlar. To'g'ri. O'sha tushadigan savoldan bittasiga. Xo'p, qaranglar. 50-misolni ko'raylik. Bizga berilibdi. Ildiz ostida 5 minus 2 ildiz ostida 6. 5 plus 2 ildiz ostida necha? 6. Soddalashtiring deyapti. Faqat qaranglar, meni sertifikatga tushganda mana shu orqasida, ya'ni to'g'ri, qovusda nimasi bor edi? Kvadrati bor. Bo'ldi, farqi shunda edi. Ikkita yo'li bor. Xohlasanglar a minus b ni qovusda kvadrat qilib ishlaylar. Xohlasanglar har bittasini mana bunga qo'yib ishlaylar. Universal usulga farqi yo'q. Tushundinglar? A minus b ni mana qaranglar. Men buni a, buni nima deyman? B deb ishlasam ham bo'ladimi? Ketdi, o'shanga qo'yib ko'ramiz. Ketdi. A kvadrat formasini bitta yozaylik. A kvadrat minus 2ab plus nima edi? B kvadratmi? A ni o'rniga mana bu ildiz keladimi? 5 minus 2 ildiz ostida necha? 6 ning qovusda nimasi? Minus 2 ko'paygan A ni o'rniga birinchi ildiz. To'g'ri. Qolib ketmasin. Va plus mana b ni kvadrati, ya'ni mana bu narsani nimasi? Tushundinglar, xullas, mana qo'yib ketmasin. Barobar. Men bu nima qilardim? Men bu kvadrat bilan men bu ildizni qisqartirmaylar. Bilasizlar, mumkin emas qisqartirish. Chunki bu ichida turibdi. Ildizni ichida ildiz kelyapti. Men bu tashqaridagi kvadrat faqat birinchi ildizga tegishli. 5 shunaqa. Minus 2. Mana buni bitta ildizga olib yozsam, qaranglar, bir-biriga ko'payib qoladimi? Nimani eslatyapti? A minus b, a plus b, ya'ni a kvadrat minus b kvadrat. Demak, bu 5 ning kvadrati minus 2 ildiz ostida 6 ning nimasi bo'ladi? Tushunarli? Va plus mana bu ikkalasi qisqaradimi yana? Mana bular bir xil ayrilib ketadi. 5 lar ham ayrilib ketadi, to'g'rimi? Qo'shiladi. To'g'ri, qo'shiladi. 5 ga 5 qo'shsak 10. 2 ildiz ostida 5 kvadrati 10 minus 10 bo'ladi 5 kvadrati. 25. 25 minus 2 ning kvadrati. To'g'ri. 4 kira 6 24. Barobar. Mana 5 ga 5 qo'shdim, 10 bo'ldi. Men bu ildizni olib kelib yozdim. Bo'ldimi? Xo'p, bo'pti, hisoblab qo'yaylik. 25 dan 24 ayirsak, 1 dan necha chiqadi? 10 minus 2 ko'paygan 1. Hisoblasak nima chiqadi javobi? Tushundinglar? Xo'p, endi bu misolni qaranglar, bu misolni mana bu yo'nalishda ishlasak ham bo'ladimi? To'g'rimi? Mana buni javobi nima chiqdi? Mana qaranglar. Nima chiqdi? Ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2. Olib kelib qo'yib qo'ysam bo'ladimi? Demak, mana men ichini yozaman. Ildiz ostida 3 minus ildiz ostida 2 ning qovusida nimasi bo'lgan? Kvadrati, to'g'rimi? Minus o'rtasi plus bo'lsa, buni ham o'rtasi nima bo'ladi? Qovusida nima? Kvadrat. Mana bu ikkalasi nima qiladi? Qisqarib ketadimi? Ildiz ostida 3 minus ildiz ostida necha chiqadi? 2. Minus qovusida ildiz ostida 3 plus ildiz ostida 2. Nega men bu yerga qovus qo'ydim? Chunki anaqda minus anaqa bor, o'sha ko'payib ketadi. To'g'ri. Agar e'tibor beringlar, ildizni qisqartirasizlar, ildizning farqi yo'q, nimadir bo'lishidan qat'iy nazar. Oldida minus turgan bo'lsa, mana bu qisqartirilgan narsalar chiqayotganda doim qovusda yozib olinglar. Chunki qovusni ochayotganimizda mana bu minus nima qiladi? Ko'payib o'zgartiradi. Tushunarli? Qovus ochaversak, minus ildiz ostida 3, minus ildiz ostida necha? Xo'p, nimalar ketadi? Ildiz ostida 3 ketadi. To'xtanglar. Minus ko'paytirdingmi? Nimadir qolib ketmadimi? Kvadrat qolib ketdi, общий kvadrat.
Ha, to'g'ri, to'g'ri. Общий kvadrat. Uzr, hayron bo'ldim. Ikki xil javob chiqyapti. Buni o'qib qo'yaylik. Chunki u usulda ham, bu usulda ham bir xil chiqishi kerak edi. Shunda bu ham nimasi bo'ladi? Xo'p, nimalar ketadi? -2 ilzosi nima bo'ladi? 2 ning qovusida kvadrat. Darajasi juft bo'lsa minus nimaga aylanib ketardi? Plus 2 ning kvadrati 4. Mana bu kvadrat bilan ildiz nima qiladi? Qisqaradi. E'tibor beringlar, mana bu kvadrat har bittasiga tegishli. Mana 2 ning o'zi qoldi. 4 kira 2 necha bo'ladi? 8. Bir xilmi ikkalasi? Tushundinglar? Agar ishlashni bilsangiz, milliy sertifikat savollari ham bo'lsa. Oson bo'ladi ekan ishni. Nima savoli bor? Mana xuddi shunga o'xshagan savol tushgan. Faqat u yoqda adashmasam 2 minus nimadir ilzosi nimadir? 2 plus nimadir ilzosi nimadir? Adashmasam 10-savolimi shunaqa edi. Endi o'sha nima qilgan paytim ham kimdir mana bu usuldan ishlashingiz oson degan, kimdir bu usuldan ishlashingiz oson bo'ladigan. Men bu sizlarga bu usulni bilsanglar bundan ishlanglar. Mabodo bu esinglardan chiqib qolsa, ikkala tomon nima qilamiz? Shunchaki mana shu misol nimaga oshirish kerak? Kvadratga oshirib qo'yish kerak. Tushundinglarmi? Savollar bormi?